Yaxşımısınlar dostlar, ben dostumla Ekrem. Biz bugün Premiere günümüz. Yani Premiere'da videonun başında ko'rganinglardek bir videodan yeni bir videoga o'tilgan o'tish unumi hosil qilishni günümüz. Unda bo'lsa, darsimiz boshlansın. Premiere'ni ochgandan keyin biz ishlamoqchi bo'lgan videolarni hujjatlar qismiga kelib olamiz. Ko'rayotganinglardek ustidagi 4 video manzara videosi, ostidagi 4 video biz ishlatmoqchi bo'lgan siyah to'kilgan unum videosi. Avval ustidagi manzara videolarni ayrim-ayrim holatda ekib olgandan keyin ostidagi siyah to'kilgan videolarni ayrim-ayrim ekib olamiz. Endi unum qo'shishni ikkinchi videodan boshlaymiz. Buning uchun biz birinchi siyah to'kilgan videoni ikkinchi videoning ustiga ilib olamiz. Ustidan effektsini tanlab izlash qismiga trackmark key yozamiz. Ochilgan ko'znakdagi trackmark keyni ostidagi videoga tashlaymiz. Effect control qismiga kelib ochilgan ko'znakdan nonni bosamiz va ikkinchi videoni tanlaymiz. Ostidagi mat alfani bosamiz, ochilgan ko'znakdan mat lumani tanlaymiz. Reverse ni ishoratlab o'tamiz. Ustidagi videoni tanlab effect control qismidan ekranga mos holatda tanishib olamiz. Ya'ni scale qismini 200 qilib olamiz. Berilgan unumning ekranda cho'ng'ib yo'qolib ketish uchun ustidagi o'xshash mashg'ulot qilamiz. Tanışıp bo'lgandan keyin ikki videoni tanlab, mousening o'ng taraf knopkasini bosamiz, ochilgan ko'znakdan nestni tanlaymiz. Nest qilingan videoni birinchi videoning ustiga ilib, o'rnini tanishib olamiz. Shuning bilan biz erishmoqchi bo'lgan unum hosil bo'ldi degan gap. Bu shundan peshshab asaligini sizayman. Kanalga a'zolashni unutmamaganmi? Keyindagi videolarning mashg'uloti mushuningga o'xshash. Ko'rayotganinglardek bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni va hamma unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.